21-asr vabosi bu depressiya va stress hisoblanadi. Nega? Chunki menimcha 80% aholida hozir yoshlarda ham stress bor, depressiya bor. Nega? Chunki hozirgi paytdagi ijtimoiy tarmoqlardagi jarayon, jadallik, rivojlanishlar, har bir inson o'zini hayotini ijtimoiy tarmoqlarga ko'rgan hayotni o'zi bilan solishtiradida, shu narsaga yeta olmaganligi uchun yeta olamanmi yo'qmi deb o'ylaydi, bo'ladimi yo'qmi degan har xil stresslarga olib keladi. Depressiyaga olib keladi. Bu bir. Keyingisi mana kech yotish, uyqusizlik. Mana hozirgi kunda men nechta tanishlarim bilan gaplashsam, hamma 11, 12, 1 yiqib yotishadi. Eng vaqtlisi 11, bo'lmasa 12, 1 da yotishadi. Agarda kech yotsa, inson tanasida biokimik reaksiyalar, gormonal fon o'zgaradi. Ya'ni shunaqa dopamin degan, kortizol degan, serotonin degan moddalar bor. Ana shu moddalarni ishlab chiqarishi bu uyquda sodir bo'ladi, sintezi aynan. Lekin vaqtida uxlamasa, bu oxir oqibat Parkinsonizm, Alsgeymer va hokazo miya og'ir kasalligi, hattoki insult va infarkt kasalligiga ham olib kelish xavfini bir necha barobarga oshiradi.